Okalar 2025-yilda emas, tayyor namoyish qilingan sotuvimizga kelib qoldi. Tonirovkalar qilib qo'yilgan, mashina to'liq variantda shumizatsiya bo'lgan, elegantga balolar qilib qo'yilgan. Hop, podnoshkalarga uстановка qilingan ekan, mashina to'liq variantda shumizatsiya bo'lgan. Eshiklargacha librovka qilingan, bitta barmoq yopiladi. Salonlarni ko'ring, aka. Salonlari ham ponni koja qilib qo'yilgan, kojalari ham ideal holatda. Hammaqa barlarga uстановка qilingan, o'zini kemo kolonkalari bilan yaxshi qimmatli holatda qilib qo'yilgan ekan, binoin polifga solingan. 42 ming kilometr bo'lib qoldi, o'zini halol yurgan prebegi. Malibu bar, Malibu Richak, bespроводной zaryadkalargacha uстановка qilib qo'yilgan, oynalargacha elektron yoqadi. Keyin ham bunaqa yaxshi majbullargacha uстановка qilib qo'yilgan. Yetarli ortiqcha xarajatlar yo'q. Xudo xolisa olib maza qilib haydaysizlar. Yaxshi inson bo'lsa, mashina generalniy davenostdan chiqadi. Oldi farolargacha LED uстановка qilib qo'yilgan, motor, ходовой коробка moshlarda ishlariga olib maza qilib haydaysizlar. Shu qismida kichkina petkonsi bor. Hech qanaqa udarlari yo'q. Xohlagan ustinglarni olib kelib, bemalol proverka qilib, baraka qilib bo'ladi. Olib maza qilib haydashingiz uchun okalar $6250 bo'lsa, berib yuboramiz. Olib foydalanib qolinglar okalar.